kupaynliklarimizdan obzori bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Mana shu videoni o'zida o'zingizga kerakli kupaynlik topa olishingiz mumkin. Go'zalim, qarang, har xil variantli kupaynliklarimiz bor. Ochuv, yopib bitta-bitta obzor qilib beraman. Ustilari shunaqangi olimpikali, ichida oddiy to'pligi bo'ladi. Buni yubkasi kalta bo'ladi. Yopiqroq variant qidirayotgan bo'lsangiz, ustilari buni ham olimpika, lekin buni ham tegi shortili bo'ladi. Ya'ni bular hijobli qizlarimizga to'g'ri kelmaydi. Shunaqa qora kupaynliklarimizdan, ya'ni ko'proq chetroqda yuradigan, umuman ko'zga tashlanishni yomon ko'radigan ayollarimizga ustilari mana bunaqa dajikka pichkali ko'ryapsizlar, shapichkasi bilan birgalikda. Buni ham tegi ichini ahamiyat berib o'tamiz. Yubkasi bor, ya'ni orqanglar ochuv turmaydi. Bundan tashqari buni tegi yo'q, lekin yengi uzun bo'lgan kupaynliklarimizni yaxshilab shunisiga ahamiyat beringlar. Mana bunaqa kupaynliklarimiz ham juda ham tez sotilyapti. Bular narxi 135 ming so'mdan kelgan. Maza qilib qo'ynida cho'milgan deb olmoqchi bo'lsangiz, mana shuni xarid qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari go'zalim, mana bunaqa variantlardan ham bor. Bu ham ochuv qizlarimiz uchun, ya'ni o'ranmagan qizlarimiz uchun. Mana bu hozir ko'rsatganim olimpikalini mana bunaqa rozovoy rangidan, ko'k rangidan bor. Dastavkalarimiz hammasiga ishlayapti. Res filialimiz kechki soat 11 gacha ishlaydi. Bularning lasinasi uzungina bo'ladi. Bitta narsani aytib o'taman, agar kiya olsangiz, bularning lasinasini tepasida даже mana shunaqa yubuchkasi ham bor.